Xabaringiz bor, joriy yilning 21-fevral kuni Farg'ona shahar Oftob ko'chasida joylashgan Verona nomli kompyuter o'yinlari klubida sodir bo'lgan janjal haqida xabar bergandik. Ma'lum bo'lishicha, 1998-yilda tug'ilgan Farg'ona shahar Ma'rifat ko'chasi 14-uy 12-xonadonda yashovchi Vallomov Otabek Baxtiyorjon o'g'li 2025-yilning 21-fevral kuni tanishlari G'ulomjonov Muhammadaziz Mahmudjon o'g'li, Qodirov Muhammad Tavakkaljon o'g'li, Mahmudjonov Nazirjon Sodiqjon o'g'li, Omonullayev Muhammadali Ilhomjon o'g'li va Mamajonov Hojakbarxon Sharifjon o'g'li bilan bir guruh bo'lib, mazkur o'yingohda jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan jamoat joyida baqir-chaqir qilib, jamoat tartibini va mijozlarning tinchligini buzishib, shovqin solishgan. Ushbu klub ish yurituvchisi Xudoynazarov ularni tartibga chaqirgan paytda janjal chiqarishib, uning tanasini turli joylariga urishib, tan jarohati yetkazishgan. Bundan tashqari, Otabek Vallomov o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, janjalni oldini olishga uringan Musayev va Suyarqulovlarga qarshilik ko'rsatib, ularni ham urib, tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Vallomov Otabek Baxtiyorjon o'g'li hamda uning 5 nafar sheriklariga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi B, Y, K bandlari hamda 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham Vallomov Otabek Baxtiyorjon o'g'li hamda uning sheriklaridan jabrlangan bo'lsangiz, 90 kodi bilan 277 11 20, 95 kodi bilan 023 63 20, 73 kodi bilan 244 02 69, 244 36 22 hamda 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar berishingiz so'raladi. Shaxsingiz sir saqlanishi ta'minlanadi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati.